220 voltdagi hamma joyga borib ishlatsa bo'ladi. 380 misol uchun hamma joydan topilmasa ham 220 hamma joyda bor. Suvligini ham ishlatib ko'rdik. Suvli vaqt o'tgan sari ichiga shpindilga nakitli yig'ib, suv aylanishi kamayib, ozgina qizishi boshlar ekan. Uni tozalab turish kerak. Vaqti bilan ochib, kompressorda davleniyani urib tozalab turardik. Bunda shu narsalar ham yo'q bo'ldi. 220 reklamaga bemalol yetadi. Biz mana 20 tali akrilni ham kesib ko'rdik. Shuni birlan bukvali ham qilamiz. Reklamachilar biladi. Tekshiruv 4 soat, 5 soatlar ishlaydi to'xtamasdan. Muammosi ishlayapti. Endi lazerdan rover ancha tezroq baribir. Roverda 3-4 ta lablis qo'yib baravar kessa ham bo'ladi. YouTube proyekt navbatdagi sonimiz yana efirda. Bu safar endi 1325 alyumin roverimiz haqida gaplashamiz. Qanaqa stanok boshqa stanoklardan 1325 roverlardan farq qilishini, buni o'zimizning texniklariga o'rnatgan Dirishtegamiz hozir batafsil tushuntirib, javoblarni berib o'tib ketadi. Dirishtega, xo'p, buni xarid qildingiz stanok uzda. 220 sini xarid qildingiz, 3 fazi sizga to'g'ri kelmaganligi uchun. Nima afzalliklarni berdi? Yoki mana shpindellarimiz o'zgargan. Oldin suvli bo'lardi, hozir ponni havoliga alishtirilgan. Nima yordam berdi? Ishingizni qanchalik tezlashtirdi? Shuni haqida ma'lumotni bersangiz. Endi 220 voltdagi hamma joyga borib ishlatsa bo'ladi. 380 misol uchun hamma joydan topilmasa ham 220 hamma joyda bor. Bemalol ishlatsa bo'ladi. Havoli shpindilligi bizga oldin suvligini ham ishlatib ko'rdik. Suvli vaqt o'tgan sari ichiga shpindilga nakitli yig'ib, suv aylanishi kamayib, ozgina qizishi boshlar ekan. Uni tozalab turish kerak. Vaqti bilan ochib, kompressorda davleniyani urib tozalab turardik. Bunda shu narsalar ham yo'q bo'ldi. Reklama uchun 220 qulay hisoblanadi. 220 reklamaga bemalol yetadi. Biz mana 20 tali akrilni ham kesib ko'rdik. Shuni birlan bukvali ham qilamiz. Reklamachilar biladi. Tekshiruv 4 soat, 5 soatlar ishlaydi to'xtamasdan. Muammosi ishlayapti. Shularga foyda beradi bu. Siz bundan oldin lazerdan foydalangan ekansiz. Lazer bilan roverning tezligi qanchalik farq qildi? Endi lazerdan rover ancha tezroq baribir. Roverda 3-4 ta lablis qo'yib baravar kessa ham bo'ladi. Lazerdan ancha tez bu. Endi jam mayda detal bo'lmasa, tezlik bo'yicha rover ancha tez. Eng uzoq qo'ygan detalingiz qancha bo'ldi shu roverimizda? Roverimiz shu tekshiruv harfli qilamiz. 4 soat, 5 soatlar to'xtamasdan ishlaydi. 5 soat. Hech qanaqa muammosi bormi? Muammosi. Ketidan o'chirdi, olib tashladi, uni boshqa ish qo'yib, yana 4 soat, 5 soat yana bosib oldik. Muammosi. Tig'larda qanaqa ishlatilinadi? Bir xil hadovoy tig'i bo'ladimi yo alishtirib guliga qarab ishlatasiz? Endi biz aslida uchli, to'rtli universal tig' ishlatamiz. Tepaga deydi, shu bilan tilda, shu musorni tepaga olib chiqib tashlaydigan. Endi orada alikaponga ozgina arula ochishga, 90 gradusli paskamiz bor, shuni ochamiz. Yaroqsizlik qanchaga yetadi? Misol uchun nechtadir listdan keyin alishtirish kerak bo'ladimi yo? Alishtirish kerak. Biz bitta tig'i o'rtacha 30 ta 40 ta listga ishlatamiz. 30 ta 40 ta. Buni ko'pchilik o'zi noto'g'ri ishlatgandan ham tig'lar sinib qoladi. O'sha sizda bo'lganmi yoki nimadan bo'ladi bu narsa? Endi bir xilli tezroq haydab yuborishi mumkin yoki оборотini oshirgan payti nagruzkada ishlaganda tig'lar sinadi. Shunaqa paytlarda tizim qoladi, lekin haddan so'ng urmaydi. 220 rover xarid qilmoqchi bo'lgan reklamachilarga qanaqa maslahat bera olasiz? 220 agar reklama sohada ishlatishadigan bo'lsa, qo'rqmasdan olishsin. Hamma narsaga bemalol yetadi. Biz mana aytmoqchi, 20 tali akrilni ham kesib ko'rdik. 4 soat, 5 soatlik fayllar ham qo'ydik. Hamma narsaga bemalol yetyapti bizdan sohada. O'zi kesadigan asosan 1.30 list bo'ladi. Undan kattasi yo'q. Undan kattasi yo'q reklamada, hammasi yo'q. 20-1.30 rover bu reklama uchun to'g'ri kelmaydi bilishimcha. Endi u kattaroq. Ortiqcha xarajat, ortiqcha xarajat ko'p to'kiydi hozirgi kun ahvolan, to'g'ri. Shunga o'zi yetadi bemalol reklamaga. Hamma ma'lumotni bildinglar. Xudo xolisa, endi faqat sizlardan xarid qilish qoldi. Bizlarni ko'proq obunachi ko'rish uchun obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang.